Hozir chiqib ketaveramiz. Meni qo'limda katta meros bor. Yoshligim, bolaligim o'tgan va meni tabiblikka qiziqishim kashf bo'lgan uy mana. Bo'lajak tabiblik ham. Malani necha yildan beri ekasiz, o'zlari parvarish qilib, o'zlari suv quyib. Onamni onasidan, onamda o'tgan, onamdan menga o'tib kelgan. Demak, sizni momangiz bo'ladimi? Ushbu qozonlardan foydalanib ovqat ham qilganmi? Albatta. Sarvinoz yoshligida juda tomoshantas qiladi, Sarvinoz. Tandirga non yopib, suvlarni ham o'choqqa isitib, kirlar yuvib, o'choq ovqat qilib, oshini ham o'choq qiladilar. O ta'sir qilmaydiganlar, natija olmaganlar o'sha aldanib qolib, falsifka mahsulot qabul qilib olishadi, keyin odam nomerini ham topisha olmayapti. Ayollardagi o'sha barcha muammolarni, kista, miyoma, eroziyalar, jins kasalliklarini davolab beruvchi giyohlar. Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Talab va takliflarga binoan bugun yana bir bor Sarvinoz Amirqulova, ya'ni xalq tabibasidan kichik bir intervyu olamiz. Intervyumiz qilayotgan ishlari ba'zi bir negativchilar haqida bo'ladi. Hozir biz ularni ish joylariga keldik. Suhbatimiz ish joylarida davom etadi. Qani ketdik. Mana xalq tabibasining xonasiga ham yetib keldik. Qani ketdik. Assalomu alaykum, Sarvinoz opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadingmi? Uzr bostirib kiraverdik, shuni taqib olasiz. O'rganib qoldim. Salomatmisiz? Qanaqasiz? O'tirsam maylimi? O'tiring bemalol. Rahmat. Qanaqasiz? Siz issiqlar bilan charchamasdan kelib Xudoga shukr, issiqlar zo'r bo'lyapti. Bugun endi intervyumiz sizni qilayotgan ishlaringiz va ba'zi bir negativchilarga oydinlik kiritish maqsadida bo'ladi. Sarvinoz opa, o'zi bu yerga kelishimdan asosiy maqsad hozirgi kunda kommentariyalarningizni juda ham ko'p o'qiyapman, sizga toshlar otilyapti. Prям toshlar otilyapti. Negativlar juda ham ko'payib ketgan. Bu qiz tabib emas, tabobatdan xabari yo'q, aktrisa, boyi qizi, biznes qiladi va hokazo shunaqa gaplar. Sizni o'zingizning fikringiz qanaqa bu fikrlarga? Bilaman, negativlarni ham ko'rib qolaman. Mevali daraxtga har doim ham tosh otilgan. Buni yaxshi bilasiz. Albatta. Shuning uchun ba'zida e'tibor bermaslikka harakat qilaman. Sizga buni gapirganimdan ko'ra real, jivoy ko'rsatib berganim yaxshi. To'g'risi o'zim ham anchadan beri shuni plan qilib turgandim. Shaxsiy hayotimni, o'sha nima tabiblikka qanday kirib ketganman, kimdan o'tgan, shu narsalarni real ko'rsatib berishdi, aytishdi kuzatuvchilarimga. Niyat qilib, reja qilib turgandim. Yaxshi kelib qoldingiz. Agar vaqtingiz bo'lsa, ikkalamiz men tug'ilib o'sgan joyimga, momamlarni kimdan o'tgan, o'zi katta momamizdan shu avloddan avlodga o'tib kelyapti bizada. Katta momamdan juda ko'p qo'lyozmalar, tabobat bo'yicha kitoblar, juda ko'p bizada katta boylik qolgan desa bo'ladi. Katta momam o'sha yoshligimizda nima bo'lmaganlar, keyin momamga o'tgan, ularning qizlariga. Hozir momam hayotlar, ikkalamiz birga borib, sizga ham qiziq, kuzatuvchilarimga ham qiziq, borib, ko'rsatib, tug'ilib o'sgan joyimni momam bilan gaplashib, suhbatlarni olib kelamiz. Bo'ldi, vaqt o'tkazib nima qilamiz unda? O'zi menga ham qiziq, Qashqadaryoga bormaganman. Hozir chiqib ketaveramiz. Qashqadaryoga. Albatta, sizni Qashqadaryoga aylantirib kelaman. Vaqtingiz bormi? Siz vaqt olib qo'ydingizmi? Yo'q, 1-2 kun vaqt topaman, boramiz. O'zim ham masalan 3-4 oydan beri har xil mish-mishlar, har xil gaplar, bu bloger, aktrisa, boyda qizi, biznes yo'q, men hech qanaqa yo bo'lsa brend face yo'llangan unaqa narsa yo'q. Men o'zim haqiqatdan ham tabibaman, yetarlicha bilimim bor, yana o'qiyapman, izlanyapman. Meni qo'limda katta meros bor, tabiblik bo'yicha o'sha qo'lyozmalar, qondan o'tgani ham bor. Shuning uchun ko'rsatib, hamma oydinlik kiritaylik. Meni ham ishimga xalaqit bermasin. O'shandan keyin ham negativ yozishsa, endi hammani o'zini vijdoniga oladi. Ketdi. Sumkachamni olaman. Ketamiz, uyga kiritamiz. Mashinangiz bu yoqda? Ha, mashina bu yoqda.
Uyga kirib, narsalarni olaman. Bilasiz, meni atamanchalarim. Qachon yetib olamiz Qashqadaryoga? Bir 7-8 soatlik Xudo yo'l xohlasa, eshitganman. ha, endi 6-7 soatda yetib olamiz. Yo'llarga to'xtab, ovqatlanish, zapravka qilishni hisob qilganda. Eson yetib oladi unda. Albatta. Ikkita nocham bor, kichkintoycham, ularni olamiz, zeriktirmay ketishar. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Meni bilasiz, Qashqadaryodanman. Biz hozir Qarshi shaharda o'zidamiz. Bu yoq tomonda eski shahar, ya'ni Samarqand mahalla deb yuritiladi. Siz yoshligingiz o'tgan mahalla. Bu yerdan har doim aytib o'tgandek, yoshligim, bolaligim o'tgan va meni tabiblikka qiziqishim kashf bo'lgan uy mana. Qanchadan beri Toshkentdan endi kelyapsiz bu mahallalarga? Birinchi bo'lib qanaqa xotiralar, yodda qoladigan xotiralar bo'lganmi yoshlikda? Albatta, yoshligim juda zo'r. Ushbu ko'chalar bilan bog'liq. Beg'ubor. Ko'p mana hozir shunday ko'chani ko'rganimdan esimga keladi, daraxtlar ustiga chiqib mevalar terib yeganim, daraxtlar tutlarni terib yeganim. Barcha sho'xliklar. Barcha sho'xliklar, mana ariqlarda suvlar oqardi, mana suv ham qurib ketibdi. Shu ariqlarda cho'milardik. Bu yerda jivazgretlar bo'lardi. Buyimiz baravar ular masalan hamma olib tashlabdi. Zamonaviylashib ketgan, xullas ko'rib rishotgalar. Hamon rivojlangan sari. Mo'ma qaymoqlar shunday ariqlarni girdida bo'lardi. Terib kelib, mo'mamga terib berardik. Juda ko'p narsalar qilardilar. Demak, shunda hozir bu mo'mangiz. Bu mo'mamni, dadamni, onalarini, uylari. Bular bu yerda yashar, to'g'rimi? Ha, albatta, mo'mam shu yerda yashaydilar. Dadam bilan 7 farzand bo'lishgani uchun dadam ikkinchi o'g'il bo'lganlar. Hozirda o'zlari alohida uyda qolib chiqib ketishgan. Lekin men har kelganimda Qashqadaryoda albatta mo'mamdan xabar olib, ko'rib ketaman, gaplashib. Ularni tabobat bilimlari juda kuchli. Mo'mamni onalari ham o'sha katta mo'mam men ko'pincha aytib o'tgan. Ular ham tabib bo'lganlar. Demak, yetti avlodingiz barcha. Albatta. Aytamanki, avloddan avlodga o'tgan kasb. Men Kimman? juda ko'p joylarni o'zgartirib tashlashgan, lekin assalom. Qandaysan? Yaxshimisan? Yaxshi kelding. Bolalar yaxshimi? Nima kelishingni aytib qo'ymasanda. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? So'msiz? Charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar? Rahmat, o'zlarida yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, mo'minjon, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Zo'rman, sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omad so'msiz? Salomatmisiz? Charchamayapsizlarmi? Salomatmisiz? Assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Issiqlarda qiynalmayapsizlarmi? Bezovta qilib qo'ymadingmi sizni? Bo'lajak tabib qizim. Xo'sh, qani tabib qiz? Bizlarni uyingiz bilan tanishtirasiz endi, oila a'zolaringiz bilan. Bular mana mo'mam uylari, bular meni mo'mamlar, dadamning onalari. Mendan katta tabibchilar bo'ladilar. Mo'mamni, o'sha mo'malari ham, onalari ham katta tabiblar bo'lib o'tishgan. Hozir mana mo'mam bola, ko'ryapsiz, hozir 80 dan oshgan bo'lsalar, faqat tabiiylikdan foydalanganlar uchun kirlarni o'zlari qo'lida yuvib, o'zlari tandirlagan non ta'kidlagan mo'mangiz bular bo'ladi, to'g'rimi? Nabirangizga tabiblikni o'rgatishni qachon va qanday boshlagansiz o'zi? 4-sinfda o'qib yurgan vaqtlarda men dori taxlash vaqtimda kelib oldima kelib o'zi unaqa qilib turardi. Bunda talant bor edi o'zi. Ha, o'rganishga o'zi xohish bor edi bunda. Uni birinchi marta qaysi giyohni tanishtirganingiz esingizda? Esingizda bormi? Mo'ma qaymoq degan qoqi gullaridan. Qoqi o'tmidi? Mana qoqi o'tidan men bunga tanishtirganman o'zi. Ha, birinchi giyohingiz shu bo'lgan. Qoqi o'ti. Sarvnozda tabiblikka moyillikka birinchi bo'lib qachon sezgansiz? Necha yoshda sezgansiz o'zi? Bu 7-8 yoshlarida bor edi o'zi bundan tabiblik. O'zi sezgansiz. Ha, sezgandim. Yoshda uje bunda bor edi.
Ha, tushunarli. Mo'mam ishlab Xursandman. bo'ladilar. Ulardan ko'p narsani o'rganganmiz. Yoshligim ko'proq mo'mamning yonlarida o'tgan. Demak, momo sizni onangiz ham tabib bo'lib o'tganlar. Shunaqami? shunday xuddi. Juda ham xursandman, zo'r. Mo'mam o'zlari medik bo'lganlar, vrach bo'lganlar. O'sha meditsina yo'lidan ketmay, tabobatdan ham bilimlar juda ko'p. O'zlari ham faqat tabiiylikdan, bizga ham faqat tabiiylikdan foydalantirganlar. O'zi hamma Juda ko'p video insonlar intervyularingizda ham ushbu momo haqida gapiradilar. Mana bugun sizni ko'rishlik nasib qilgan O'sha ekan. atlas kiyimlarni kiyishim ham, hamma narsa Milliy libos ham momamizdan mo'mamga Yaxshi. havas qilganman. Mana hozir bizdan kiyingan avlodlar mana kichkina tabibchalar. kichkina tabib qizcha. Demak, ushbu xonadonda tabib qizni yoshligi o'tgan. Shundaymi? Albatta. Bolalik paytlaringiz ko'proq vaqtingiz qayerlarda o'tgan? Kimlar bilan o'tgan? Shu haqida qisqacha gapirib o'tsangiz. Bolalik vaqtim asosan shu yerda o'tgan, mo'mam bilan birga. Shu amakimlar bilan men katta nevara bo'lganim uchun hammani erkatib bo'lganman. Men uchun lagerlarga borish, boshqa joylarga borishdan ko'ra shu yerda yurish juda ham qiziqroq bo'lgan. Juda ko'p bemorlar keladi, odamlar ko'chaga chiqib bolalar bilan o'ynashdan ko'ra, siz momangiz bilan yurish, giyohlar menga tayyorlab, qiziqroq. Qishloqlarga ham birga olib ketardilar, qishloqlarga ham birga borardim, giyohlarga ham birga borardik. Faqat yo'llarda yurib, shu birga yurganman. Menga shu qiziqroq bo'lgan. tabiblik va tibbiyot bo'yicha qayerda o'qigansiz o'zi? Birinchi ustozim mani shu mo'mam bo'lganlar. Ular o'sha yoshligimdan ko'rib, amaliy bajarib, ulardan o'rganganman. Shu ulardan ko'rib qiziqishim, shu odamlarni davolashga bo'lgan qiziqishim ortgan. Men ham shu, demak, shu mo'mamni tabib emas, doktor deb tasavvur qilganman. Odamlarga yordam berib, tabib, doktor bitta inson deb men ham shu havas qilib meditsina yo'nalishi, doktor bo'laman, tabib bo'laman deganman. Va shu mo'mam ham doktor bo'lishni xohlagan. Hozirgi kunda Buxoro Osiyo xalqaro universitetida davolash yo'nalishida 5-kurs talabasiman. Lekin men shu tabiiylik, tabobat tarafdoriman, ishlarni davom ettirish uchun doktorlik, masalan, qanaqadir klinikaga borib ishlash, doktorlik qilish emas, tabiblik qilishda afzal bildim va hozirgi kunda tabiblik qilyapman. Tabiblik bo'yicha birinchi ustozim mo'mam bo'lgan bilan o'sha xalq assotsiatsiyasi raisi borlar, tabobat assotsiatsiyasi raisi, ular ustozimiz, ulardan juda ko'p bilimlar olganman. Abu Ali ibn Sino tibb qonunlari kitoblarini o'qib chiqqanman. O'sha mo'mam yozib qolgan juda ko'p kitoblari bor. Tabobat bo'yicha juda ko'p kitoblar o'qiganman, izlanganman. Hozirgi kunda ustozlarim bor. Juda ko'p tibbiyot kitoblarini o'qiyman. Ancha o'zgarib ketgan, bu yoqlar qurilishlar qilib tashlashdi. Bu yoqda biz yashagan uyimiz bo'lardi. Kichkina uychalar turdi, ayvonlar bor edi. Bu yoqlarda o'sha stullar qo'yilgan edi. Juda ko'p bemorlar kelib kutib o'tirishardi. Bu yoqda mo'mam kichkina xolachalar bo'lardi, qabul qilib. Hozir endi o'zgartirishlar kiritib nima qilishgan. Ko'rib turibsiz, hozir ham mo'mam tabiiylik tarafdorlar. Giyohlar ekilgan. Ha, o'zlari giyohlar aholiga ekib, shunaqa. Men shu o'smalarni ko'rsam yoshligim esimga tushadi. Yoshligimiz ham mo'mam bizga. Bu o'sha hamma qo'shiq qo'yadigan o'smadanmi? O'smalardan, ha. Buni mo'mam yoshligimizdan ekadilar. Bizga faqat qoshlarimizga qo'yib nima qilardilar. Bu o'smadan o'zi faqat qoshga qo'yish bo'yicha foydalanadimi yoki mana mo'mam o'zlari ham aytadilar. Mo'mam o'smalarni necha yildan beri ekasa, o'zlari parvarish qilib, o'zlari suv qo'yib bizga ham qo'yib qo'yardilar. Mana hozir ham mo'mam faqat o'sma qo'yadilar. Sochlarni faqat shu o'sma yuvadilar. O'smani chiroyli qilishdan boshqa, qoshdan boshqa qanday foydali xususiyatlari bor, mo'mam o'zingiz ayting. Bosh yuvish, davridan bir zayli turadi. Qoshga, qoshni o'stiradi. Ha, demak faqat qoshdan tashqari davleniyani ham bir maromda ushlab turadi. Demak, o'sha qoshga tabiiy qoshingiz chiroyli deb ko'plar savol yozadi-da. Mana siri. Chunki mo'mam yoshligimda faqat qoshimga o'sma qo'yib qo'yardilar, qimmat qilib. O'sma qo'ysanglar qoshda qalin bo'lardi. Nabirangizga o'rgatgan eng muhim sabog'ingiz nima bo'lgan? Menga men o'rgatganman, nimaga odamlarga eng yaxshiligingni qil deb o'rgatganman. Yaxshilik qilishdan To'xtama. Tushunarli. Endi savolim sizni o'zingizga. Sizga kim o'rgatgan bu ilmni?
bu tabiblik bu qanday davom etib kelayotgan sulola bu sizlarni o'zingiz? Bu mani onam rahmatlikda bor edi. Kimnidir qo'li chiqib kelsa yoki bo'lmasa qorni og'risa onam davolaychi. Men onamdan o'tganman. Onamni onasidan onamga o'tgan, onamdan menga o'tib kelgan. Demak sizni momangiz bo'ladimi? Momam, buvimda. Momangizdan onangizga, onangizdan sizga va nabiralaringizga o'tib kelgan. Onam rahmatli shuni nimalar mana igna kirgan qo'llarga nima davo qilib anoqlaychi. Mana ringlab ketsa, onam uni qo'lon quyruq degan o'tlar bo'laydi, qaynatib onam bog'lar edi. Bugun nevarangiz Sarnozi Toshkentda katta markaz ochib, minglab odamlarga yordam berayotganini ko'rib, ichingizdan nima his qilyapsiz? Juda behad xursandman. Umr uzoq bo'lsin. Qo'shilgan sizlarga ham rahmat. Bolamni anavsiga omadiga omad qo'shilsin. Avvalambor sizga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Ilmlarni siz nevarangizga o'rgatganingiz uchun. Xo'sh, bu yerlarda giyohlar bor, ekkala o'zlari. Mana hali ham boya tandir o'choqlar, o'sha tandirlarga non yopadilar, o'choqlarga suv isitadilar. Tabib qiz ushbu qozonlardan foydalanib ovqat ham qilganmi? Albatta. Aldamang. Rostdan qilganmi? Rostdan ovqat qilganmi shu tabib qizingiz? Qilgan. Ishondim. Momam tandirga non yopgan vaqtlar biza nonlarni olib chiqib berib, issiq tandirdan chiqqan nonlarni. Bu tandirdan foydalanganmisiz? To'g'risi men non yopmaganman. Momam non yopganlar, lekin biza nonlarni olib chiqib berib, bilaman albatta. Nonlarni olib chiqib berib kutib o'tirardik. Tovoqlar suvlarni olib kelib issiq non chiqishini, keyin suvga botirib maza qilib. Lekin hozirgi yosh avlod bu masalan bunaqa qozon o'choqlarda ovqat qilishni, bu tandir yopishni menimcha bilishmaydi. Lekin momam hozirgacha tandirga non yopib, suvlarni ham o'choqqa isitib, kirlar yuvib, o'choq ovqat qilib, oshini ham o'choq qiladilar. Gazingiz bo'lsa ham, lekin o'choqda qilasiz. Baribir buni gashti bor, boshqa. Juda ham ajoyib. Men o'choqlarni ham qilib qo'yibdilar bu yoqda. Mana o'tinlarni zapas qo'yibdilar. Bularni hammasini o'zingiz qilishga charchab qolmaysizmi? O'tinlarni ham o'zingiz yoqasiz, hammasini o'zingiz qilasiz. Gap yo'q. Nechiga kirdingiz? 76. 76 ga kirib, hali ham kuchli, baquvvat. Gap yo'q, siz yoshingizga yetishimizga ham nasib qilsin. Alloh shunday bo'lsin. Zo'r ko'rsatmasin. Shuni achchiq topmanglar. Bizlardan ish qilib sog'lomlik bir o'tirib bir turadilar. Hamma ro'zg'or ishlar bilan o'choqlarni qarang, boplab qo'yibdi. Tabiblikni kasb emas, taqdir deb bilasizmi shunda? Albatta. Bu menga Alloh tomonidan berilgan ne'mat deb bilaman. O'sha immuniy momamdan menga yuqtirilishi ham bu menga Alloh tomonidan berilgan ne'mat. Endi hamma masalan ammalarim bor, jiyanlarim bor, mendan oldin avlodlar bor, lekin aynan menga yuqtirilgani bu menga berilgan ne'mat va men buni oqlab, ishonchda oqlab, albatta insonlarga yordam beraman. Avvalambor Alloh men sababchi qilgan bo'lsin, ilohim insonlarga foyda tegishda yordam berishda davom etaman. Tabib qiz brendiga qachon asos solingan va hozir Tabib qiz proyektida nechta xodim ishlayapti? Bu proyektga asosan xo'jayinim orqali boshlaganmiz. Masalan, ungacha men juda ko'plab odamlarni davolaganman. Shu bemorlarim orqali eshitib, yaqinlariga eshitib eshish orqali kelishgan. Keyin o'yladikki, xo'jayinim aytdi, shu narsani hozir internet asri rivojlangan. Men umuman o'zim Instagram yuritgan qiz emasdim. Даже videolar qilmasdim. Oddiy hayotda men Instagram yurg'izmaganman. Shu xo'jayinim poddeshkalarim bilan ular o'zi tadbirkor biznesmenlar juda ko'p marketing bilan shug'ullanadilar. Tabib qizni olib chiqdik va hozirgi kunda Alloh shukr natijalar zo'r. 30 dan ortiq shogirdlarim bor va yaqinda maslahat markazi ochish arafasidamiz. Yangiliklar ko'p bizada. Har xil o'zimni o'sha tabib qizi giyohlaridan tabiiy talablarga nimalarga binoan sirop ko'rinishda, har xil qiyomlar ko'rinishda mahsulotlarni ham ishlab chiqarishda yo'lga qo'yamiz. Demak, tabib qiz loyihasi bo'yicha odamlarga manfaatli bo'lyapti, to'g'rimi? Albatta, manfaatli bo'lyapti. Buning asosiy turtki xo'jayinimlar har doim poddeshkada turadilar, meni qo'llab-quvvatlaydilar. Qanaqa sharoit kerak bo'lsa, oilam, xo'jayinim yaratib berib kelyaptilar. Hali ham
mana bunday giyohlarni biza oldindan bu yoqlar mana bunday zdaniya qilinmagan edi, lekin shunday ayvon bor edi. Momam hamma giyohlarni mana shu yerda quritib, boy mo'ma qaymoqlar, qoqigullarni, yantoqlarni terib kelardik, qichoq qilib qo'yardik, shu bilan ustida soyada yayratib, Ha, bu yerda suvlatib. demak giyoh bor. Shundaymi? Yantoqni boshini olib keladi. O'rganlar, qorni o'rganlar. Ha, bu qanaqa? Yurakka mana o'sha mashhur bilasizmi? Ha, demak, o'zingiz foydalanib o'zingiz ichasiz. Ha. Doimiy. Hozir ham beradilar. Endi icham. Mana Simichkani, ildizi. nimasini ishlatmayman. Hozir ham tabobatda ishlatadilar. Ximga dorilar ichmaysiz, faqat tabiiy giyohlar bilan o'zingiz davolaysiz. Ichamiz. O'shaning uchun sog'lom yuribman. Tabiiy malhamlardan, tabiiy giyohlardan foydalanadilar. Hozir ham Bu nimani tomiri? bemorlari bor. Bu nimaniki? Simichkani tomiri. Simichkani tomiri. Buni xususiyatlari nimaga shifo? Bu tuzlarni yetadi organizmdagi. Tuzlarni oqladi, buyrak tuzlari beradi. Tuz haydovchi hisoblanadi. Mana hozir ham bor. Voy, Ustini yopamiz, ustini yopamiz. Endi nima qilish kerak? buni bo'lmasini. hozirgacha mana bemorlar bor. O'zi Sarvinoz yoshligida qanaqa qiz bo'lgan? Sarvinoz- Esla olasizmi? Sarvinoz yoshligida juda ana urushqoq qiz edi birinchidan. Sarvnozga ish buyursangiz, onasi bozorga chiqardi, ketib qolar edi o'zi. Sarvnoz yoshligida juda boshqacha qiz edi. Odamga qandaydir nimalik bo'lmas edi. Yomon shantaj qiz edi Sarvnoz. Ha, yo'q, demak, sho'x qiz bo'lgan. Juda sho'x edi. Ha, Sarvinozni o'zi giyohlarga qiziqishi boshlanayotganini necha yoshda sezgansiz o'zi? Sarvnozni 7 yoshdan edi. O'zginasi mana bu yoqlardan nima deb to'dalab, o'ziga o'zi tabiblik ham qila boshlaydi Sara. To'rda uyimiz bor edi, bor bu uyda ana shu Sarvnozda turaychi edi. Qanday giyoh bo'lsa olib to'dalaychi edi. Sarvnozda shunaqa xislat bor edi. Bugungi kunda Sarvinozni tabibligiga o'zi qanday munosabat bildirasiz? Men Sarvnozni tabibligiga, shifokor bo'lishiga juda ham oshiqman. Chunki o'zim kasbimda davom etsin deganman. Qandaydir qarshiliklar bo'lmaganmi? Yo'q. Qarshiliklar bo'lmagan. Sarvnoz qancha shifokor, tabib bo'lsa, men shuncha xursandman. Ha, demak, bu ota-onasiga ham, Ha, ota-onaga ham. ota-onasi ham qarshilik qilmagan. Demak, meni kasbimda avladim nimamni davom ettirsin. Endi bu yoq tomonga keling. Aha. Manimcha bu yoqda ham Bu yoqda ham giyohlar bor ekan. albatta. Bu yoqda ham mana halicha bilsangiz kerak, bular jigarga foydali giyohlar hisoblanadi. Bular qaynatib ichiladimi? Ha, bular qaynatib ichiladi. Buni nomi nima edi? Besimetnik. Bismetnik. Ha. O'zimizda Bor. tog'larda teriladimi? Besimetniga asosan Rossiyadan ham keladi. Hidi miyada bu, ha? Ha, hidi yaxshi, приятный. Bu-chi, bu qanaqa giyoh? Bu ham o'sha bizani jigarga, o'tga ishlatamiz. Mana. Bu bilsangiz, ayollarda o'sha miyoma, kista muammolarga men ishlataman. Momamdan o'rganganman. O'sha borovaya matka deydi buni. Ayollardagi o'sha bari bachadon muammolarni, kista, miyoma, eroziyalar, jins kasalliklarini davolab beruvchi giyohlardan hisoblanadi. Mana bu ham buyrak uchun juda Demak, foydali. ushbu qishloqda kim kasal bo'lsa, kim mazasi yo'q bo'lsa, sizni oldingizga chopib kelishar ekan. Ha, o'zi aytmasangiz ham kelishadi. Sizni hamma taniydi o'zi. Ha, o'zim urlab taniydi. Hozirgacha qaysi kasalliklar uchun tabiiy giyohlar asosida dori tayyorlagansiz? Hozirgacha mana qurigan buyrak tosh, yallig'lanish kasalliklari, jigar kasalliklari, o't qobi kasalliklari, ko'z nuri uchun, ayollar salomatligi, erkaklar salomatligi, o'pka kasalliklari, gaymarit, bo'g'im og'riqlari uchun, qabziyat uchun, ozish uchun, masalan, qonni tozalash uchun, asab kasalliklari uchun hozirda shu menda giyohli aralashmalar bor. Va yana hozirgi kunda migren kasalliklari, ichak kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari, yana bavosir, ya'ni gemoroy kasalliklariga, keyin varikoz kasalliklariga, mana ichaklarda buzilish, diareya kabi kasalliklarga giyohlar ustida ishlayapman va eng muhimi 2,5 yildan beri hammani juda ko'pchilik qiynab kelayotgan sahr kasalligiga ham giyohlar ustida ishladim. Amaliyotda ham sinab ko'rdik, natijalar juda zo'r. O'sha sahr kasalligiga ham o'zim davo yechim topdim desam bo'ladi. O'zi retseptlar nimaga asoslanib tayyorlanadi?
bilimlarimga shu kungacha tabobatda aytdim, yoshligimdan o'rganganman. Momamdan juda ko'p qo'llanmalar, har bitta kasallik bo'yicha yozma qo'llanmalar bor. O'shalarga tayanib va olgan bilimlarimga men juda Abu Ali mehnat qonunlarini o'qib chiqqanman. Yana undan tashqari juda ko'p tibbiyot kitoblarini, qadimgi tibbiyot kitoblarini o'qib chiqib, ulardan bilim olib, hammasini jamlab va ustoz tabiblarim bor, ulardan maslahatlashib, momam bilan maslahatlashib va har bitta giyohni biologik qo'shimchalarini, moddalarni o'rganib chiqib tayyorlaganmiz. Har bitta giyohim kamida 15 xil, o'sha aralashmam 15 xil giyohdan tarkib topgan bo'ladi. Mahsulotlaringiz ta'sir qilmagan yoki sizga bo'xtonlar bo'lgan holatlar bormi? Mahsulotlarim ta'sir qilmasligi mumkin emas. Biz aytganda vaqtda ichsa, vaqtda bajarsa albatta ta'sir qiladi. Men bunga ishonaman va har bitta gapimni o'zimga ishonganim, bilimlarimga ishonganim uchun gapirganman va giyohlarimga ham ishonaman. Bo'xtonlar endi mevali daraxtga har doim tosh otishgan, bilasiz. Bu menda emas, hammada bor. Ularga men oddiy holat qarayman. Negativlarim ham asosan bir xil odamlarda, har bitta videomda bir xil odamlardan negativ fikr bildiriladi. Ko'pincha falshivka mahsulotlarim chiqib ketgan, bilsangiz. Fake akkauntlarim, falshivka mahsulotlarim, o'sha negativ yozayotganlar ko'pi shunaqalar. O'sha falshivka sotadiganlar, ta'sir qilmaydiganlar, natija olmaganlar o'sha aldanib qolib, falshivka mahsulot qabul qilib olishadi. Keyin u odamning nomerini ham topisha olmayapti. Mahsulot qo'lga olgandan keyin bo'ldi, ular yo'q. Ularda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Bizlarni raqamlarni berib boryapti. Lekin bari negativlar, norozigarchiliklar bizga yetib kelyapti. Juda ham xursandman. Ushbu tumanga, ushbu qishloqqa unda klinika, poliklinika ham shart emas. Yo'q. Ushbu momamiz bor ekanlar. Momam bor joyda doktor ham kerak emas, klinika ham kerak emas, ukol-dori ham kerak emas. Faqat tabiiylik. Nima bo'lsa tabiiylikda. Masalan, faqat giyohlardan emas, masalan, sholg'omdan, turpdan, asaldan, momamdan so'rasangiz qanday foydalanish, ularning qanday foydali xususiyatlarini aytadilar. Menimcha kuzatuvchilarga ham juda foydali bo'lsa kerak. Chunki giyohlardan ham tashqari sabzavotlardan ham juda foydali, juda ko'p kasalliklarga foydalansa bo'ladi. Karomdan, momam bo'g'im og'riqlariga xullas bir gap bilan aytganda tabib qizni tabib qilgan inson mana momamiz bo'ladilar. Tabib qiz hozir qaysi kasalliklar oldini olish ustida ishlayapti? Tabib qiz sahr kasalligi ustida ishlayapman. Uni o'sha insonlarga kasallik emas, boshqacha hayot tarzi kechirish, uni ham ildiz bilan kurashsa, davolasa bo'lishini, qo'rqmasligini va men qurigan buyrakni tiklab bo'lishi va har qanaqa jigar kasalliklarini davolab bo'lishini isbotlash ustida bemorlarni hozir davolayapman. Allohga shukr, natijalarim juda zo'r. Qurigan buyrakni davolab bera olmaysan, davolash ilojisi yo'q deganlar juda ko'p bo'lgan. Hammasida 30% o'sha buyrakga tiklanish, jigar tiklanish va gepatitlar qondan toza bo'lish natijalarim juda zo'r. Tushunarli. O'sha Alloh, alhamdulillah. Undan keyin ham o'sha natijalarim gapiraveradi o'zi, ko'rsatib beraveramiz. Siz shunda Sarvinozga kim bo'lasiz? Men Sarvinoz ammasi bo'laman. Demak, ammasi bo'lasiz. Ammasiga demak savolim shundan iboratki, o'zi Sarvinoz yoshligida xarakteri qanaqa bo'lgan? Sarvinoz yoshligi talabchan, shaddod, bir nimani ushlab olsa qattiq qo'yavermaydigan darajaga intiluvchan. Masalan, birorta qo'shni qizchalar ham bir nimasini olib qo'ysa, o'sha olmaguncha qo'ymasdi-da, olib bir nimani ushlab olsa qo'yavermaydigan darajaga bo'lgan. Hozirgacha shunday xarakteri bor. Erishmaguncha harakat qilaveradi. To'xtamagan. Hozirgi kunda Sarvinoz el-yurt tanigan tabibalardan biri. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Men xursandman tabiba bo'lganimdan. Chunki insonlarga yordam beradi, tabiiy yo'l bilan davolaydi. Mana shifokorga borsangiz har xil oila bor, har xil muhit. Puli yo'g'i bo'lishi mumkin, boshqa narsa. Shunday insonlar yordam beradi qo'lidan kelgancha. Tabiiy yo'l bilan davolagan baribir boshqacha deb o'ylayman. Omadini bersin. Men xursandman. Demak, hech qanaqa qarshiliklar yo'q sizlar tomonidan. Biz avlodimiz u shunaqa, bu kelajagimizni taniq davomchisi bo'lganidan xursandman. Bu kasb orqali nimalarga erishdingiz va nimalarni yo'qotdingiz o'zi? Bu kasb orqali ko'plab insonlarning duolariga, rahmatlariga erishdim.
xalqda shu ardog'ida duo istaman. Elga tanildim oz-moz. Ancha yana bilimli oldim. Yo'qotishlarim ertadan kechgacha mehnatdamiz. Farzandlarimga vaqt ajrata olmayapman. Charchagan vaqtimda dam ola olmayapman. Kelajak rejalaringiz qanday? Odamlar salomatligi uchun yana nimalar qilmoqchisiz o'zi? Insonlar salomatligi uchun, ko'proq insonga foydamiz tegishi uchun yaqinda maslahat markazimni ochyapman. Undan keyin keyingi maqsadim tabiiy o'sha klinika ochish, katta sanatoriyada klinika ochib, u yoqda insonlarni faqat tabiiy giyohlar bilan davolash, sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yish. Odamlar o'z salomatligini asrash uchun nimalarga ko'proq rioya qilish kerak o'zi? Avvalambor sog'lom turmush tarziga va eng avvalo men hozir nechta kitob o'qigan bo'lsam, Ibn Sino bobomizmi, ajdodlarimiz hammasi yozib qoldirgan qo'lyozmalardan, kitoblardan ko'ryapmanki, birinchi o'rinda ovqatlanishga, to'g'ri ovqatlanishga e'tibor berishimiz kerak. Mayli, yaxshi qolinglar. Kuzim, men ketdim. O'zlaridan boringlar. Biz ham Amin. Sog' salomat bor keldilar, sog' salomat boringlar yurtlaringga. Sarvazga ham Xudo uzoq umr berib, o'zini ishini davom ettirsin. Siz ham umringiz uzoq bo'lsin. Kattakon Rahmat, rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling. Alloh akbar. Xush kelibsizlar. Rahmat. mayli, Salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. bo'linglar. Sizlar ham boringlar. Mayli, sog' bo'linglar. Xo'p, Sog' bo'ling, boringlar. rahmat. Yaxshi Salomat nelar bo'ling. Xo'p, ko'rishaylik. charchamaylar. Mayli, Xo'p. umuman boring. Salomat Xo'p. bo'linglar. Mana Lasxon Qashqadaryodagi safarimiz ham qariyapti. Qo'ldan kelgancha mani kuzatuvchilarimga, qiziqqanlarga bolaligim o'tgan joyda tabrikga qanaqa kirib kelganman, asosiy ustozim kim bo'lgan, momam haqida tanishtirdim, yashash tarzim, qanaqa qilib shu tabobatga kirib, hozir darajaga yetganim haqida qisqacha tushuntirdim. Endi ishga qaytamiz. Toshkentga qaytamiz. Albatta kunaman. Sizga ham alohida kattakon rahmat samimiy suhbatlar uchun. Sizga ham rahmat. Ishlaringizga doimo rivoj. Rahmat. Endi qaytamiz. Toshkentga ketamiz. Ertadan yana ishimizni boshlaymiz. Bizdan qancha bemorlar kutib turibdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kasal bo'lmanglar.